Bizning asosiy yangiligimiz bu yerda. Xudo xolasa bu yig'ma monolit deb hozir internetda ko'payib ketdi. Shunga biz ham qiziqib yangilik qildik. Bu yerda birinchi qilganimiz o'tgan 1 yil oldin mana shunaqa bo'ladi variantini qilganmiz. Bu joylarda tishi bo'ladi. Bundan obyektlar qildik bitta. Bu ham bo'laveradi, lekin ko'pchilik sinib ketadi. Buning ishining sifatsiz. Shunaqa gap so'zlar bo'lgandan keyin izlanish bo'lib, o'zi polistiroblok qo'yardik. Blogidan shuni qolib yasa, mana shpondli qilib qo'ydik. Mana bu yerdan ko'rsatdik. Mana shu bu yerda joyi bor mana. Kiyiladigan bu mana bu yerga jiyiladi. Mana qo'yilgan jarayon terilgan. Endi hozir buni kechirgandan ukamiz jindek reklama qilaylik deganiga mashaga o'zimizcha terib turib qo'ydik. Endi ko'proq mana bu polistiroblok uyumayapti. Qurut zakasimiz ko'p. O'zim tumanida hamma odamlar anaqa oq pena bloklar chiqib ketdi hozir. Quruqidan olib bu yerni kessa arrada bularni kiyila oladi. Ha, buni nimaga bundan qilish degan narsa savol tug'ilishi mumkin. Hozir hamma yo'q, issiqlikka borib taqalyapti. Ko'p issiqlikka pul sarflanyapti. Uyda o'tib litr qildi. Mana bunga oshiqcha tarif kerak yo'q. Polistiroblok desa o'zi YouTube'da yetarli ma'lumot berilgan. Endi tom qismiga keladigan bo'lsak, hozirgi eski anaqamiz bo'yicha qilinadigan narsalar yog'ochdan tashlanadi, ustiga qora qog'oz, shilibga taxta qoqiladi, keyin loyboz, zarduvol urdiydi. Bu o'ta aqlli narsa. Mana 100% yaxshiroq desak ham bo'ladi bu narsani. Sababi bu chekalarida hech qanaqa teshik bo'lmaydi, sichqon kirolmaydi. Qalinligi mana 20 santimetrlik uyda devori patologiyadan tepasiga 20 santimetr qalinlikda butun narsa bo'ladi bu. Hech qanaqa sovuqni ham boshqani ham o'tkazmaydi. Buni yuk ko'tarishi og'irlik qancha chidamli degani savolga buni endi ustida odamlar yuk saqlamaydi. Bemalol 2 etajli zdaniya qursa bo'laveradi. Bu polistiroblokli variantini qo'yishimizdan sabab bu yengil narsa bo'ladi, yonmaydi, xudo xolasa. Sovuqni o'tkazmaydi. Bu shunaqa bo'ladi variantida qilgan zdaniyalarimizni jini nagruzkasi ko'payib ketib qoldi. Почти PG plitalarni singari nagruzka beryapti og'irligidan. Mana bu narsani o'zimiz mana hozir obyektlarga borib bu bola video qilib beradi, xudo xolasa ukamiz. Shu yerlarda hali ma'lumotni beramiz. Hozircha qisqacha shu qo'yilgan narsalar. Endi buni ishlab chiqaraman, men ham qiziqyapman degan o'zi boshqa viloyat